Sog'lom va foydali nonushta organizmga kun davomida energiya beradi, miyani faol ishlashiga yordam beradi va immunitetni mustahkamlaydi. Eng foydali nonushta tarkibida oqsil, foydali yog'lar, vitaminlar va sekin hazm bo'ladigan uglevodlar bo'lishi kerak bo'lgan nonushtadir. Eng foydali nonushtalardan birinchi tuxum. Tuxum oqsilga juda boy bo'lib, u uzoq vaqt to'q tutadi va mushaklar uchun foydali, xotirani kuchaytiradi, energiya beradi, ko'z salomatligini qo'llab-quvvatlaydi. Suli bo'tqasi, ovsyanka. Suli yurak uchun foydali va hazmni yaxshilaydi. Ichiga asal, banan, yong'oq va mevalar qo'shish ham mumkin. Meva va yong'oqlar, ular vitaminlarga boy bo'lib, organizmni tetiklashtiradi. Foydali mevalar banan, olma, apelsin, qulupnay. Qatiq yoki yogurt ichak faoliyatini yaxshilaydi va immunitetni mustahkamlaydi. Eng yaxshi nonushta namunasi 2 dona qaynatilgan tuxum, 1 kosa suli bo'tqasi, meva, 1 piyola ko'k choy yoki suv. Nonushtada nimalardan saqlanish kerak? Juda ko'p shakar, gazli ichimliklar, fast food va juda yog'li ovqatlar. Nonushta qilishning eng yaxshi vaqti ertalab uyg'ongandan so'ng 1 soat ichida nonushta qilish foydali hisoblanadi.